Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Men O'razi Faxriddin Isoqovich, Denov tadbirkorlik va pedagogika institutining pedagogika psixologik kafedrasi o'qituvchi sifatida faoliyat ko'rsatyapman. Biz bugun sizlar bilan xalq pedagogikasi fanidan quyidagi mavzuni sizlarning hukmlaringizga havola qilamiz. Xalq pedagogikasida oila tarbiyasining aks etishi mavzusi reja quyidagicha. Xalqimiz o'sha oila ma'naviyatiga yuksak qadriyat sifatida alohida e'tibor bilan qaraydi. O'sha ikkinchisi, davlatimiz rahbari oilaning muqaddasligi haqidagi fikrlarni o'rganib chiqamiz. Uchinchisi, oilada farzandning o'rni haqidagi qator xalq maqollalarini tahlil qilamiz. To'rtinchisi, taniqli etnograf olim Jabborovning fikrlarini o'rganib chiqamiz. Endi sizlarga ma'lumki, xalq pedagogikasidagi o'sha oila tarbiyasiga bo'layotgan munosabatlarning ifoda etilishini ko'p jihatdan to'g'ridan-to'g'ri biz oilada o'sha faoliyatni aks etish imkoniyatlarini biz ota-ona zimmasiga ko'proq yuklaymiz. Chunki o'sha ota-onalar o'z faoliyatini ko'rsatish jarayonida bir-biriga bo'layotgan samimiy munosabatlar ifoda etilishi, oilaga o'sha o'z farzandlariga nisbatan to'g'ridan-to'g'ri ibrat, namuna ko'rsatish imkoniyatlarini ota-onamiz tomonidan biz ko'proq ko'rishimiz mumkin. Chunki o'sha oila tarbiyasidagi bo'layotgan munosabatlarga har bittasiga ota-ona o'z faoliyatini ko'rsatish jarayonidagi bo'layotgan mehr-muhabbat, oilaga sodiqlik munosabatlarini nima qilishimiz mumkin, ko'rib chiqishimiz mumkin. Chunki aynan oilada mehr-shafqat, muhabbat, muruvvat, oqibat tushunchalarini to'g'ridan-to'g'ri ota-onalar tomonidan o'z farzandlariga to'g'ridan-to'g'ri tushuncha sifatida yoki bo'lmasa faoliyat ko'rsatishi mumkin. Chunki o'sha xatti-harakatni ifoda etish jarayonida oilaning ma'naviy komillikka, milliy tarbiyaning bosh va betakror bo'lish imkoniyatlarini biz mana shu yerda ko'rib chiqishimiz mumkin. Bunda Abdurauf Fitrat rahbar najot asarida quyidagicha fikr beradi. Chunki o'sha xatti-harakatni bajarish jarayonida deydi, suv qaysi rangdagi idishda bo'ladigan bo'lsa deydi, o'sha rangda tovlanishi kabi deydi, o'z faoliyatini munosabatlarda ko'rsatishi mumkin deydi. Chunki bolalar ham har qanday o'sha muhitda bo'ladigan bo'lsa, o'sha muhitning qanday faoliyat ko'rsatilishi, chunki o'sha shaxsning shakllanishidagi bo'layotgan munosabatlarda ifoda etilishida to'g'ridan-to'g'ri aytishimiz mumkin, irsiyat, muhit, ta'lim-tarbiyaning o'rni katta deydi. Chunki alohida ota-onalar o'z farzandlariga bo'layotgan munosabatlarni to'g'ridan-to'g'ri ifoda etib beradigan bo'lsa, kutilgan natijalarga erishamiz deydi. Chunki axloqiy tarbiyaning eng yuksak darajadagi munosabatlarni ifoda etilishini biz mana shu yerda ko'rishimiz mumkin. Riyoziddin ibn Faxriddin insonlarning o'sha diniy diyonatini to'g'ridan-to'g'ri o'sha o'z faoliyatlarida aks ettirib berish imkoniyatlarini biz mana shu yerda ko'rishimiz mumkin deydi. Mana shu xulq atvor normasi qanchalik darajada xulqning go'zallik bo'lish imkoniyatlarini oilada biz ko'rishimiz mumkin deydi. Chunki oilada turmush tarzi qanchalik darajada sog'lom bo'ladigan bo'lsa, shu din ham, diyonat ham to'g'ridan-to'g'ri shu mana shu yerda shakllanganligini o'z faoliyatida ko'rishimiz mumkin deydi. Endi o'sha davlatimiz rahbari to'g'ridan-to'g'ri oila muqaddasligini haqida to'g'ridan-to'g'ri o'z fikrlarida quyidagicha fikr beradi. Chunki har qaysi o'sha millatning o'ziga xos ma'naviyatini shakllanishda va o'sha shakllanganlik darajasi yuksaltirishda hech shubhasiz oilaning o'rni va ta'sirini yuqori ko'rsatadi. Chunki insonning eng sof va pokiza tuyg'ulari, ilk hayoti, tushunchalari, tasavvurlari oilada shakllanganligidan dalolat bo'ladi. Chunki bo'layotgan munosabatlarning, bolalarning xarakteri, o'sha xatti-harakatlari ifoda etish jarayonidagi tabiati va o'sha dunyoqarashini belgilashda oilaning o'rni o'z faoliyatini nima bo'ladi ko'rsatadi. Chunki bo'layotgan munosabatlarda ota-onaning o'rni, roli haqida biz ko'proq gapirayotgan ekanmiz. Biz bilishimiz kerakki, xalq pedagogikasidagi bo'layotgan munosabatlarning barchasi ota-ona tomonidan o'z farzandlariga ko'rsatilishga kerak bo'lgan munosabatlarni biz mana shu yerda ko'rishimiz mumkin. Mana shu yerda biz o'sha xalq maqollaridan to'g'ridan-to'g'ri foydalanadigan bo'lsak, oila farzandining o'sha o'rni haqidagi ham bir qancha maqollardan biz foydalanishimiz mumkin. Oila tinch, yurt tinch. Chunki birinchi navbatda oiladagi bo'layotgan munosabatlarni ifoda etilishda ota-ona, aka-ukalarning o'rni, opa-singillarning o'rnini to'g'ridan-to'g'ri shu oiladagi bo'layotgan munosabatlar tinchlik, xotirjamlik bo'lgancha rivojlanish bo'ladi. Shuning uchun aytayapti, oila tinch, yurt tinch deydi. Ikkinchisi, oila qo'sh ustun ayvon deydi. Chunki oila qo'sh ustunli ayvon bo'ladigan bo'lsa, birinchi navbatda ota-ona o'z faoliyatlarini bir-biriga tushungan holatda o'z faoliyatini to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatadigan bo'lsa, kutilgan natijaga erishadi. Bol shirin, boladan bol shirin, bol shirin, boladan bola shirin deydi. Chunki asal shirinligini biz bilamizki, o'sha xatti-harakat ifoda etish jarayonida bolaning qanchalik darajada tarbiya ko'rganligini buning faoliyatida biz ko'rishimiz mumkinligini dalolat bo'ladi. Bola o'nga kirsa deydi, otasi
so'mga kiradi deydi. Chunki o'sha xatti harakatni bajarish jarayonida bo'layotgan munosabatlarning har bittasini o'sha tarbiyaviy ta'sir ko'rsatish imkoniyatlarini biz o'sha bolaning faoliyatida ko'rar ekanmiz. Qanchalik darajada tarbiya ko'rganligini bola o'z faoliyatida, chunki axloqiy sifatlarning shakllanganligi darajasini biz bolalarning faoliyatida ko'rishimiz mumkin. Davlatning boshi farzand deydi. Chunki har bitta ota-ona o'z farzandini dunyoga keltirish yoki bo'lmasa shu farzandlariga to'g'ridan-to'g'ri ta'lim tarbiya berish jarayonlaridagi o'zining o'sha bilim, ko'nikma malakalarini, dunyoqarashini shakllanganligi darajasini bolalarning faoliyatida aks ettirib berishimiz mumkin. Chunki o'sha bolaga qanchalik darajada to'g'ri tarbiyaviy ta'sir ko'rsatadigan bo'lsak, biz kutilgan natijaga erishamiz degan fikrlarni biz ilgari surishimiz mumkin. Farzand baxti, ona taxti deydi. Chunki birinchi navbatda o'sha har bitta inson, har bitta ota-ona o'z farzandlarini nima deymiz, o'sha faoliyat ko'rsatish jarayonidagi bo'layotgan munosabatlarni biz ko'rgan paytimizda faxrlanishimiz mumkin. Chunki bo'layotgan munosabatlarda birinchi navbatda bolaga to'g'ri ta'lim tarbiya bergan bo'lsak, bilim ko'nikma malakalarini shakllantirgan bo'lsak, ertaga biz kamolini ko'rgan paytimizda ota-onamiz faxrlanish imkoniyatlarini ularning nimasida ko'rishimiz mumkin. Farzand kamoli ota jamoli deydi. Chunki o'sha farzand kamoli ota jamoli, farzand boqqan ota jonini qoqqan ona deydi. Chunki birinchi navbatda farzandni ota-ona o'z faoliyati orqali to'g'ridan-to'g'ri boqar ekan, bo'layotgan munosabatlarni to'g'ri ifodalash imkoniyatlarini biz o'sha nimalarda ko'rishimiz mumkin, ta'lim tarbiya jarayonlarida ko'rishimiz mumkin. Har bir o'zbek oilasida o'sha qarindoshchilik munosabatlarni o'rnatish imkoniyatlarini biz mana shu yerda ko'rishimiz mumkin. Chunki o'sha kattalarga e'tibor qaratiladi. Yoshlarga qanchalik darajada o'sha qavm qarindoshlarga xabar olish, ularni o'sha bir-biridan mehr oqibatlarini shakllantirish jarayonlarini nima qilishimiz, ko'rishimiz mumkin. Shular jumlasidan to'g'ridan-to'g'ri xalq maqollaridan quyidagilarni biz keltirishimiz mumkin. Borsang qarindosh, bormasang deydi, begona deydi. Chunki birinchi navbatda biz o'z qavm qarindoshlarimizni biz bilishimiz kerak. Bir-birimizga bo'layotgan munosabatlarni mehr orqali ifodalash imkoniyatlarini biz mana shu yerda biz ko'rishimiz mumkin. Ikkinchisi, do'st safarda bilinar. Og'ayin deydi, kulfatda deydi. Chunki qaysi bir holatni bajarish jarayonida do'stga bo'layotgan munosabatlarni biz o'sha munosabat o'rnatish imkoniyatlari biz do'stimiz orqali uning qanchalik darajada munosabatlarni ko'rsatish imkoniyatlari biz do'stimizning faoliyatida ko'ramiz. O'sha og'ayinning kulfatda bo'lish imkoniyatlarini biz mana shu yerda biz ko'rishimiz mumkin. Chunki o'sha og'ayin kulfat vaqtida to'g'ridan-to'g'ri o'z munosabatlari yoki bo'lmasa yozgan munosabatlarini ko'rsatishi mumkin. Oziqli ot horimas, qarindoshli qarimas deydi. Chunki o'sha berayotgan munosabatlarni biz mana shu yerda biz ko'rishimiz mumkinki, chunki oziqli ot to'g'ridan-to'g'ri o'z faoliyatini ko'rsatishi mumkin. Qarindoshli inson qarimas hech qachon. Chunki bo'layotgan munosabatlar bir-biriga yordam munosabatlari, mehr oqibat munosabatlarini ko'rsatish jarayonida biz mana shu yerda biz ko'rishimiz mumkin. Yuqoridagi o'sha fikrlardan biz o'z faoliyatimizda to'g'ridan-to'g'ri shu oilaga bo'layotgan munosabatlarni, bola tarbiyasidagi bo'layotgan munosabatlarni to'g'ri tahlil qiladigan bo'lsak, biz kutilgan natijaga erishishimiz mumkin. Chunki samimiy munosabatlarni o'rnatish jarayonlaridagi tarbiyaning o'rni, roli, o'sha bo'layotgan munosabatlarning ma'naviy axloqiy sifatlarning xalqaro deymiz, nima deymiz? Munosabatlarni biz ko'rgan vaqtimizda to'g'ridan-to'g'ri biz nima qilamiz? Fikr berishimiz mumkinki, o'sha munosabatlarni ifoda etish imkoniyatlarini mana shu yerda biz o'zimizning faoliyatimizda yoki bo'lmasa farzandlar faoliyatida ko'rishimiz mumkin. Hurmatli tinglovchilar, bugungi o'tiladigan ma'ruzalarimiz mana shulardan iborat edi. Kelgusi ma'ruza darslarida uchrashguncha xayr, sog', omon bo'lingizlar.